qilinmaydi. Alhamdulillahi robbil alamin, hammamiz musulmonmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Allohning borligiga iymon keltirganmiz. Hammamiz jannatni yaxshi ko'ramiz. Hammamiz jannatga kirishni va uning oliy darajalariga yetishlikni xohlaymiz. Hammamiz do'zaxni yomon ko'ramiz. Do'zaxga kirib qolishlikdan, do'zaxga ahil bo'lib qolishlikdan Allohdan panoh tilaymiz. Alhamdulillahi robbil alamin, musulmonmiz. Robbimiz bizga amr qilgan, buyurgan buyruqlarni bajaramiz, lekin bajarayotganimizdan ko'ra mukammalroq bo'lishligini xohlaymiz. To'g'rimi? Ana shu amallarni mukammal suratda bajarish bizning foydamiz ekanligini bilamiz. Shuning uchun mukammalroq qilaylik deymiz. Amallarimiz yana ham chiroyli bo'lsin deymiz. Ammo doimo bunga qodir bo'lavermaymiz.